Assalomu alaykum barchaga. Javohir Qodirov Safar IELTS yana sizlar bilan birgalikda. Demak, bugun e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa multi-level speaking part 2. Okay? Today we will discuss multi-level speaking part 2. So, firstly, we need to pay attention to the instructions. Ya'ni yo'l-yo'riqlar haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi sizlar bilan. Okay? Ya'ni maslahatlar haqida. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni bu yerda nimalarni o'z ichiga oladi bo'lsam deylik, qanday qilib approach ham bor bu yerda, yondashuv, nima qilsak yuqori ball olishimiz mumkin, nimalar kerak bo'ladi demoqchiman. Okay, I hope you're ready. Umid qilamanki tayyorsiz. Keling birinchi kitobga o'taylik. Hozirgi chiqqan kitoblarda mana namuna savol turibdi. There's a sample question. Yes, we need to discuss this firstly. Okay, muhokama qilishimiz kerak birinchi. Qanday qilib biz to'g'ri yondasak bo'ladi. Actually, it is the same as IELTS part 2. Ochig'ini aytsam, bu multi-level part 2 qismi speaking IELTS'da part 2 qismidan deyarli bir xil. Okay? E'tibor bersangiz, asosiy savolda o'zi 3 ta savol bo'ladigan bo'lsa, birinchi savolga e'tibor bersangiz, tell me about the sport that is popular to watch in your country. Ya'ni bir sport haqida tasvirlab bering deyapti. Ya'ni aytib bering demoqchi. Tomosha qilish uchun davlatingizda juda mashhur. Juda demadi, ya'ni mashhur deyilyapti. Yoki bo'lmasa bilasizlar, describe deb keladi odatda. Ya'ni tasvirlab bering, endi bu yerda aytib bering deb kelyapti. Shu main question bo'ladi. Asosiy savol shu. Okay? And follow-up question, ya'ni qo'shimcha savol bu yerda o'shanga taalluqli. Where do people watch? Odamlar qayerda tomosha qiladi? Ko'ramiz, buni bilib qo'shib aytishimiz kerak bo'ladi. Okay? And you will be given 1 minute and 2 minutes to speak as IELTS. Xuddi IELTS kabi multi-level speaking part 2 da ham tayyorlanishingizga 1 daqiqa vaqt beriladi va gapirishingiz uchun bo'lsa 2 daqiqa vaqt beriladi. Endi albatta rasman qo'yib qo'yadi. Lekin bu ish narsa qilmaydi. Bu qismida you don't describe the picture, okay? Shunchaki bu rasmni ochish uchun qo'yilgan narsa. Okay? Demak, va undan tashqari ko'ryapsiz, qo'shimcha savol berilgan. O'sha mavzuga chiqishda doim beriladi. Mavzu nima haqida bo'lsa, o'shunga oid savol keladi. What are some benefits of participating in sports at school? Ya'ni maktabda sport bilan shug'ullanishda qanaqa afzalliklari bor deyilyapti. Asosiy narsa bu yerda benefits ko'rish. Endi o'zi asosiy narsa foydali taraflari deyapti sportda qatnashishda, lekin aniq maktab bo'lgani uchun buni tasdiqlash kerak bo'ladi. Ya'ni aytish kerak bo'ladi. If you remember previous video, lesson, I explained to how to answer 1.2 of the multi-level speaking. After describing pictures. Ya'ni rasmlar tasvirlab bo'lgandan keyin 1-2 qismida qo'shimcha savollar kelardi-yu, multi-levelda o'shalarga javob berishni birga ketgan edim, yodingizda bo'lsa, bundan oldingi darsda. Va o'shanda area uslubidan foydalanish haqida o'rgatganman. O'sha area uslubini bu yerda qo'llasa bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha savolga asosan odamlar haqida ketdi, bu o'zingizda bo'lmaydi. Endi tushib qolish mumkin, mana namuna javobini, ya'ni savolni qo'ydim bu yerda, qarasangiz savol kelyapti bu yerda ham, tell me about the book that is important to you. Kitob haqida gapirib berasiz kerak ekan, siz uchun muhim bo'lgan. Va how has this book helped you? Qanchalik bu kitob sizga yordam bergan? Endi mana ko'ryapsiz, qo'shimcha 3-savolda do you think deyilyapti. Odamlardan kelib chiqib savol berilmayapti. General savol berilmayapti. Aynasidan so'rayapti bu yerda. Xuddi part 1.1 ga o'xshab, part 1 ga o'xshab turib. Do you think computers will replace books in the future? Siz fikringizcha kelajakda kompyuterlar kitoblarni o'rnini egallaydimi deb qo'yapti. Endi bu yerda o'sha uslub ish bermaydi, lekin bu yerda bu holatda, ya'ni 90% holatda deylik, multi-level part 2 qismini oxirgi savolida odamlar haqida yoki mantiqiy savol qo'yiladi. Va o'shanda bu ham xuddi IELTS part 3 ga o'xshab ketadi. O'sha buni oldingi darsda tomosha qilsangiz tushuntirganman. Area uslubi ancha foyda beradi bu yerda. Xo'p. Demak,
instruction yo'l haqida ma'lumot bilib oldingiz, tayyorgarlik haqida. Endi bizga kerak bo'lgan narsa bu approach, ya'ni yondashuv. Qanaqa yondashuv kerak? Nimalar kerak bo'ladi bizga? Ko'pincha holatlarda 3 ta narsa, mostly 3 things, okay? We need first one, while you are answering to part 2 speaking in both mouth level and IELTS, ya'ni IELTS da ham part 2 da ham kerak bo'ladigan narsa, ya'ni IELTS da ham mouth level da ham part 2 da kerak bo'ladigan narsa bu sizga birinchisi bu imagination deb bilamiz. Imagination, tasavvur yoki or creativity deb biladi. Creativity, yaratuvchanlik. Ya'ni shunaqa topiklar tushib qolasiz, umuman bilmaysiz. Unaqa nima deydi? O'sha holatga tushmagansiz. Tasavvur qilib, tasvirlab bera olmaysiz. Lekin hayotingizda bo'lmagan demoqchiman, lekin baribir siz yaratuvchan bo'lishingiz kerak bo'ladi. To'qib bo'lsa ham gapirish kerak bo'ladi. Bo'lmasa balga ta'siri bor. Ayniqsa, okay? Part 2 da ayniqsa. Chunki bilasiz, lug'atni kuchaytirish kerak, lug'atlarni ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Aynan shu qismida. Endi ikkinchisida bo'lsa, tabiiyki bu hozir aytib o'tdim, vocabulary skill. Vocabulary skill. Ya'ni mahoratingiz. Qanaqa mahorat? Bu lug'at mahoratingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi, okay? Vocabulary skill deyapman. Bizga kerak bo'lgan narsalar. And third, uchinchisi bu fluency. Ya'ni ravonlik. Iloji boricha tabiiy va ravon holatda gapirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, shu 3 ta narsaga diqqat bilan qaraysiz iloji boricha. Xo'p, keling o'zimizni savolga qaytamiz. Let's go back to question. Mana savol keldi. Xo'p, men tayyorlab qo'yganman sample javobni, namuna javobini. I prepared sample question for this question. Mana bu savolga. Demak, endi siz o'rganayotganingiz uchun bemalol nima deydi? Ko'proq vaqt fikrlashga yoki o'ylab ko'rishga sarflasangiz bo'ladi. Ya'ni aniq siz o'zingiz. Xo'p, e'tibor bering. Mana shu asosiy savol. Tell me about the sport that is popular to watch in your country deyapti. Ya'ni siz davlatingizdagi mashhur bo'lgan, ya'ni tomosha qilishga mashhur bo'lgan sport haqida aytib bering deyapti. Menga deyapti. Va where do people watch it? Ya'ni odamlar qayerda tomosha qiladi uni? Shuni qo'shib ketgan. Ko'ryapsiz? Endi men bunga aynan shu savolga qo'shimcha, ya'ni namuna javob tayyorlab qo'yganman. E'tibor bersangiz, hozir o'qib chiqamiz. Birga tushunishlik uchun. Let's look. Demak, bu yerda mana keling birinchi shu qismini o'qiymiz birinchi. Demak, boshlarasiz bemalol. Now I am going to tell you about that sport that is popular to watch in my country deb boshlaysiz biladi bemalol. Ya'ni savolni qaytadan o'zingiz eslatib qo'ysangiz bo'ladi. Kirish qismi bo'ladi-da bu. Yoki to'g'ridan-to'g'ri direct answerga o'tkazib bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri javobga o'tkazsangiz ham bo'ladi, okay? Lekin bir qator hozir men tasvirlab bermoqchiman desangiz ham bo'ladi. Yaxshiroq bo'ladi. Shu chiroyliroq chiqadi. Mavzudan kelib chiqqan holatda. Ya'ni men hozir o'zim davlatimda mashhur bo'lgan, ya'ni tomosha qilishga mashhur bo'lgan sport haqida tasvirlab bermoqchiman yoki aytib bermoqchiman deb boshlaysiz ham bo'ladi yoki to'g'ridan-to'g'ri javob. Okay? Let's go. Yana aytilyapti. In my country, Uzbekistan, the most popular sport to watch is definitely football. Many people are passionate about it, especially when the national team or famous international clubs are playing. Football brings people of all ages together. Kirish qismi qilib bemalol tushuntiryapman. Aniq javob beryapman, qarang. Men davlatimda O'zbekistonda deyapmiz, eng mashhur sport bu mutlaqo futboldir. Ko'plab odamlar bunga juda ham qiziqadi, ayniqsa milliy terma jamoa o'ynaganda va mashhur klublar o'ynaganda deyilyapti, xalqaro klublar o'ynashganda. Futbol odamlarni demak har xil yoshdagilarni birlashtiradi deyapmiz. Qarang. Demak, javob berib ketyapmiz. Endi mana aytyapmiz, ya'ni qo'shimcha people usually watch matches, ya'ni futbol o'yinlarini tomosha qiladi at home or on television or online. Families often gather in living room to enjoy important games together. Young people also like watching football in cafes or sport bars because the atmosphere is more exciting there. During major tournaments such as FIFA World Cup or AFC Asian Cup,
Some fans even watch matches on large outdoor screens. Qanaqa ajoyib savol berilyapti, javob beryapmiz. Bu ikkinchi savolga ham javob beryapsiz ekan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ya'ni odamlar odatda futbol o'yinlarini uyda, televizorda yoki onlayn tomosha qiladi deyapmiz. Oilalar o'sha mehmonxonaga yig'ilishadi deyapmiz. Ya'ni muhim bo'lgan o'yinlarda. Yoshlar bo'lsa bundan ajablanarli holatda ular kafelarda yoki bo'lmasam sport ballarida tomosha qiladi deyapmiz futbolda. Chunki atmosfera juda ham nima deydi, hayajonli bo'ladi-da bu yerda. Va katta musobaqalar davomida, misol uchun deyapmiz, FIFA ya'ni jahon chempionatida yoki bo'lmasam Osiyo kubogida o'sha fans deyapmiz, ya'ni muxlislar katta ekranlarda kelib o'yinlar tomosha qiladi deyapmiz. Qarang. Demak, javob berib ketyapmiz. Endi mana qo'shimcha yana javob berilyapti, e'tibor bering. Mana. Most people enjoy watching football with their friends or family members. They cheer for their favorite teams, discuss the match, and sometimes even predict the final score. Watching a game with other people is much more enjoyable than watching it alone because everyone shares the excitement. Qarang, aksariyat odamlar rohatlanadi futbol tomosha qilishlikdan o'zlarining do'stlari bilan yoki oila a'zolari bilan. Ya'ni ular o'zini sevimlilarini qo'llab-quvvatlashadi, muhokama qilishadi futbol haqida va ba'zida hatto taxmin qilishadi ham. Ya'ni nechi bo'lishligini ham aytilyapti. Qarang. O'yinni tomosha qilish odamlar bilan bu ko'proq zavq beradi. Ya'ni yolg'iz tomosha qilishdan ko'ra, chunki hamma o'zini hislarini, hayajonini ulashgisi keladi deyapman. Endi mana oxirida o'zingiz yana xulosa berib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'sha to'piga kelib chiqib, ya'ni aytib o'tamiz, sizga gapish kerak, ko'pchilik qiynaladi, shuning uchun ham qo'shimcha detal berganingiz yaxshi, iloji boricha. Mana qarang, o'zingiz xulosangizni ham bersangiz bo'ladi. I think football is so popular in Uzbekistan because it's entertaining, easy to understand, and creates a strong sense of national pride. Whenever the Uzbekistan national team plays, many people support the players with great enthusiasm. In my opinion, football is much more than just a sport. It is a way for people to relax, spend time together, and celebrate important moments as a community. Demak, qarang, bu yerda siz aytasiz, mashhur sport futbol deb, mana men aytyapman. Va o'zimdan javob berib bo'lgandan keyin o'sha asosiy ikkita savolga men o'zim xulosamni berib qo'yapman. Chunki nimaga vaqtim yetmay qolishi mumkin. Shuni o'rganishingiz kerak, siz ham xulosangizni berishga o'rganishingiz kerak. Qarang. Meni fikrimcha deyapman, futbol juda ham mashhur O'zbekistonda, chunki bu o'ziga yarasha ko'ngilochar sport va juda ham tushunishga oson va o'ziga yarasha g'ururni, ya'ni faxrni beradi, kuchli faxrni yaratadi. Qachonki O'zbekiston futbol jamoasi, milliy jamoasi o'ynaganda ko'pgina odamlar o'yinchilarni qo'llab-quvvatlashadi, ishtiyoq bilan, qarang, enthusiasm deyapmiz. Aytib o'tdim-ku, lug'atlar mana bu yerda ikkinchi narsa bu lug'at. Ya'ni lug'at mahoratingizni ko'rsatib ketishingiz kerak. Yaratuvchanligimiz bor, qarang, hozir yaratib ketyapmiz miyamizda va bu yerda lug'at mahoratimizni ko'rsatyapmiz. Misol uchun enthusiasmni olsak bo'ladi. Boshda yuqorida ham so'zlar aytdik. Ishtiyoq deyapti mana. Endi yana aytib qo'yapman. Meni fikrimcha deyapman, futbol bu shunchaki narsa emas, ya'ni undan ham ko'proq narsadir deyapmiz. Ya'ni shunchaki sport emas u. Chunki nimaga? Bu odamlarni dam olishiga ham yordam beradi. Ya'ni dam olish yo'llaridan biridir futbol tomosha qilishlik. Va birgalikda vaqt o'tkazish, undan tashqari muhim bo'lgan holatlarda yoki bo'lmasam o'sha vaziyatlarni ham jamiyat sifatida nishonlash hamdir deyapmiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, qarang, asosiy narsa javob berasiz. O'sha birinchi asosiy savolga, undan tashqari ikkinchi savolni ham qo'shib ketasizlar va oxirida qo'shimcha xulosangizni ham berib qo'ysangiz yaxshi chiqadi. Ya'ni 2 minutgacha borib gapira olmasangiz, agar xulosa berganingiz yaxshi. Qo'shimcha o'zingiz hissiyotlaringizni qo'shganingiz yaxshi. Tushunyapsizmi? Shuna qilib 2 daqiqaga olib borib olasiz.
Xo'p, endi ko'ryapsiz, biz asosiy savolga javob berdik, lekin bu yerda uchinchi savol ham bor va bunga ham iloji boricha javob berishimiz kerak. Siz darajangiz agarda intermediate bo'ladigan bo'lsa, o'sha uslubda foydalanadigan bo'lsangiz, bunga xuddi shu uslubda javob berib turib, bunga vaqtingiz yetadi javob berishga. Lekin siz agar B2 yoki C1 darajasidagi inson bo'lsangiz, demak bunga vaqtingiz yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun vaqtingizni to'xtatib, hozir shu joyda muhim narsani aytib ketishim kerak. Mana misol uchun birinchi asosiy savolga 1 daqiqa vaqt sarflang. You need to spend 1 minute, okay? 1 minute. Min deb qo'yibman, 1 daqiqa. Okay. Endi qo'shimcha savollar bor. Mana ikkinchi savolga 30 soniya. 30 seconds. 30 soniya, 30 seconds. Va yana qancha qolasizda? 1,5 daqiqa gapirgan bo'lasiz. Ikkitasiga yana 30 soniya vaqt qoladi bunga gapirgan. Bunga ham 30 soniya sarflang. 30 seconds, okay? Nima deyilyapti? What are some benefits of participating in sports at school? Ya'ni maktabda sportga qatnashishning afzallik taraflari nima? Ijobiy taraflari nima? Endi siz bu savolga area usulida javob bersangiz bo'ladi. Buni oldingi darsim haqida aytayapman. Bir tomosha qiling, o'sha uslubda javob bersangiz bo'ladi. Ya'ni javob berasiz, sabab berasiz, misol berasiz va xohlasangiz mana bu muqobilda ham alternativdan qo'shsangiz bo'ladi. Mana men misol uchun o'zbek tilida aytib ko'rsam bo'ladi. Qarang. Birinchi shu uslubdan foydalanib ketdim. Xo'p, meni fikrimcha bitta yoki ikkita afzallik taraflari bor, ya'ni foydalari bor. Maktabda sport bilan qatnashishda, sportda qatnashishda deb javob berdim birinchi. Chunki deyapman, agarda o'quvchilar sport bilan qatnashsa maktabda, bu o'zaro do'stlikni ham yaxshilaydi. Ya'ni o'zlari o'rtasidagi do'stlikni ham ancha yaxshilaydi. Va undan tashqari bu salomatliklari uchun ham juda ham yaxshi. Men nima qildim? Sabab berdim. Endi reason, sababga ham o'tamiz. Misolga o'tamiz. Mana bu example-da. Misol tariqasida meni maktabim oladigan bo'lsak, qarang, maktab haqida gapirganligi uchun topikda nima kelgan bo'lsa, o'shunga qarab turib misol berishingiz bo'ladi. Misol tariqasida meni maktabim oladigan bo'lsak, u yerda meni jismoniy tarbiya ustozlarim har hafta har xil musobaqalar uyushtirishadi, sport musobaqasi, va biz bundan ancha mamnun bo'lamiz va do'stligimizni yana ham his qilamiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Endi alternativda ham bersangiz bo'ladi. Xohlasangiz muqobil javob bergan boshqa g'oyani kirgizsangiz bo'ladi. Boshqa tomondan olib qaraganda, sport bizni kelajakda yana ham ko'proq yashashimiz uchun hissa qo'shishi mumkin. Ya'ni salomatligimizni yana ham yaxshilab beradi. Jismonan baquvvat qiladi. Shularda, ya'ni ko'ryapsizmi? Undan oldin bermagan javobingizni, bu g'oyangizni mana bu muqobilda berib qo'ysangiz bo'ladi. Hozirgi aytgan gapimni men, ya'ni javobimni ingliz tilida berib ko'rganman. Xo'p, javob berib ko'raman. Mana savol berildi, ya'ni qo'shimcha savol, ya'ni tasavvur qiling, men bu gapiryapman, mana gapirib bo'ldim. Endi 30 soniyacha bunga ham javob berishim kerak-da men. Gapiryapman. Mana savolga. What are some benefits of participating in sports at school? Javob beraman. Hozirgi g'oyalarimni ishlashga harakat qilaman, iloji boricha, o'zbek tilidagi. From my perspective, there are two main benefits of participating in sports at school. When you participate with sport, you will be really healthy, and sport can encourage the spirit, yes, like friendship among peoples who study at school, and this is really helpful for them, especially in the future. And let's take my school as an example. Physical exercise teachers usually organize sport tournaments every week in my school, and this is really enjoyable actually, and I just feel the friendship on my friends. On the other hand, sport can help to live longer during your life, yes, and you will be really healthy compared to those who do not exercise with sport. Qarang, men deyarli o'sha ishlatgan g'oyamni
aytib berdim, ya'ni aytib o'tib ketdim. Qisqa qilib tushunarli bo'lishi uchun sizga, ya'ni ravon qilib, ya'ni bitta holatda shoshilmasdan tushuntirdim. O'sha g'oyam ishlatay deb turib. Demak, shunaqa gaplar. I hope you understood, yes, how to answer for multi-level speaking part 2. Demak, umid qilamanki, sizga bu uslub tushunarli bo'ldi va siz tushundingiz va qo'llaysiz. Bu alsda ham aytib o'tgandek bir xil